Assalomu alaykum, meni kuzatib turgan barcha opa-singillarimizga sizlarni bugungi darsda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimizda inshaalloh sizlar izlagan savolingizga aniq javobni olasiz. Chunki izlaganlar doim topadi. Va bugungi mavzu erkaklar nima istaydi? Ya'ni munosabatlar qonuni. O'zi aslida munosabatlarni biz nimaga o'xshatsak bo'ladi? Munosabatlar ya'ni bu sevgi. Sevgini go'yoki biz arqonga o'xshatsak bo'ladi. Bitta tomonida ayol va bitta tomonida erkak. Bu munosabatlarni ushlab turadi. Va bu munosabatlarni ushlab turadi ularni qismchalari, ya'ni qonunlari va qoidalari. Ya'ni bu arqon. Arqonga o'xshatamiz biz munosabatlarni. Arqon. Erkak ham, ayol ham bu munosabatlarning qonunida ishtirok etadi. Teng, ya'ni 50% erkakdan, 50% esa ayoldan. Xo'p. Va hozir biz sizlar bilan mana shu erkak va ayolni ushlab turadigan munosabatlar arqonini bo'limchalarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu fikr. Biz o'ylashimiz mumkin, nimaga hamma fikrni gapiradi, nima aloqasi bor? Bu faqat meni fikrimda-ku, men ularga negativ fikr bildirmayman-ku deb aytishi mumkin. Lekin insonni biz his qilamiz-ku. Siz misol uchun kimdir bilan tanishsangiz yoki shu ayol menga juda ham yoqmadi, qanaqadir ichqoridek tuyuldi yoki umuman meni mensimaganga o'xshab tuyuldi. Qanaqadir insonlarni biz negativ hissiyotlarni his qilamiz yoki xursand kayfiyatlarni ham his qilamiz. Xuddi mana shunday. Agar siz juftingizga bo'lgan minus fikrlar ko'payib ketgan bo'lsa, juftingiz buni albatta his qiladi. Ya'ni erkak buni albatta his qiladi. Va minus fikr nimaga olib kelishi mumkin? Oqibatda mana bu arqonni yana ham uzilishga olib keladi. Birinchi navbatda biz juftimizga bo'lgan fikrimizni to'g'rilashimiz kerak. Juftimizga bo'lgan fikrni ijobiyga o'tkazishimiz kerak. Ijobiyga. Ijobiysi nima? Bizda o'zi ayollarda juda ham hozir rivojlanib ketgan, erkaklarni plyusini ko'rishdan ko'ra ko'proq minusiga e'tibor qaratishadi. Xo'p, biz minusga qaratganimizda diqqatimizni bizda nima ko'payadi? Minus narsalar, ya'ni voqeliklar ko'payadi. Minus voqeliklar ko'payadi. Va minus voqeliklar ko'paygandan keyin bizda munosabatlarga chuqur dars ketadi. Bu ham munosabatlarni bo'limidagi eng muhim bosqich. Fikr. Biz doim fikrimiz ijobiyda bo'lsagina biz o'zimizdan ijobiy energiya tarqatamiz, ijobiy kayfiyat taratamiz va buni sizni qarshingizda turgan juftingiz ham juda ham yaxshi his qiladi. Va ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqich bu hurmat. Ya'ni ikkinchi bo'lim. Bu hurmat. Bular bir-biriga chambarchas har bittasi. Biz hozir mana qonun qoidalarni ko'rib chiqyapmiz-ku. Va bu yerda har bitta bo'lim, har bitta qonun qoida bir-biriga chambarchas bog'liq. Hurmat. Endi siz tasavvur qiling. Biz aytishimiz mumkin, hamma aytgan buni hurmatni, hamma hurmat qilish kerak dedi, men umr yo'ldoshimni juda ham hurmat qilaman deyishingiz mumkin. Lekin hurmat aslida qanday bo'ladi? Siz agar minus fikrlayapsiz, erim uyga ro'zg'orlik qilib kelmadi, erim e'tibor bermadi, erim nimadir qilmadi. Yoki juftim menga sovg'a bermadi, juftim meni tabriklamadi, juftim e'tibor bermadi, menga yozmadi, menga kuniga necha martadan ham telefon qilish kerak, meni eslash kerak, meni o'qishdan olib ketish kerak. Mana shunday ayollarning erkaklarga qo'ygan talablari juda ham ko'p. Va siz endi minus fikrlayapsiz juftingiz haqida, qarshingizdagi inson haqida va minus fikrlagandan keyin inson qanday qilib qarshisidagi insonni hurmat qilishi mumkin? Bu borgan sari hurmatni pasayishiga ham olib keladi. Va fikr bilan hurmat aslida juda ham yonma-yon bo'ladi. Va bitta narsani ham aytib o'tmoqchiman. Munosabatlarda shunday narsa borki, ya'ni endi munosabatlar boshlanganda ikki inson bir-biri bilan tanishganda, ya'ni erkak va ayol bir-biri bilan tanishganda 1 yildan 3 yilgacha va har bitta insonda alohida, ya'ni individual bo'ladi. O'sha paytda gormonlar o'ynaydi. Bu paytda inson bir-birini xatosini ko'rmaydi. Va bu yerda hurmat juda ham yaxshi bo'ladi. Mana shu 1 yildan 3 yilgacha oralig'da. Va hurmat yaxshi bo'ladi.
sevadi, bir-birini qadrlaydi, chunki ikki notanish inson bir-birini o'rganish bosqichida bo'ladi. Undan keyin gormonlar tushadi. Gormonlar tushganidan keyin inson o'zi minus ko'rishga o'tib qoladi. Va minus ko'rganidan keyin hurmat ham asta-sekin pasayadi. Va bu yerda ham asta-sekin munosabatlar arqoni uzilishni boshlaydi. Ya'ni munosabatlar yana ham yomonlashishni boshlaydi. Va hurmat bilan fikr ham chambarchas bog'liq. 3-chi bog'liqlik, ya'ni qonun. Qonunimiz bu hadya. Hadyalar aslida kutuvsiz bo'lishi kerak. Endi sizlarga savolim bor. Siz sevgan insoningizni sevaman deb hayqirayotgan paytingizda, baqirayotgan paytingizda unga mehr bersangiz ham, sog'i bersangiz ham kutmasdan bajara olyapsizmi? Unga mehr berganingizda, qarshingizdagi juftingizni sevganingizda uni minuslarini ko'rmasdan plyuslarini sanab o'ta olasizmi? Ana o'sha haqiqiy sevgi hisoblanadi. Agar siz doim mehr kutayotgan bo'lsangiz, minuslarni ko'rayotgan bo'lsangiz, e'tibor bermaydi, xuddi mana shunday negativlarni taxlab tashlayotgan bo'lsangiz, fikrlaringizda, siz bilingki, bu 3-chi arqon ham, ya'ni 3-chi qonun qoidani ham buzdingiz va borgan sari munosabatlar arqoni torayishni boshlaydi, ya'ni kichrayishni boshlaydi. Munosabatlar asta-sekin yana ham bir-biringizdan uzoqlashishni boshlaydi. Endi kutuvlarsiz hadya berish. O'zi aslida kutuvlarsiz hadya berish kerak va kutuvsiz hadya berganingizdan keyin bu munosabatni aslida plyusga olib chiqadi. Plyusga olib chiqadi. 4-chi qonun qoidamiz bor. 4-inchisi bu do'stlik. Agar siz juftingiz bilan do'stlik darajasigacha chiqa olsangiz, siz bu erkak uchun unutilmas ayol bo'lasiz. Chunki erkaklar xuddi mana shunday munosabatni qadrlaydi. O'zi aslida do'stlikni ichida nima bor deydigan bo'lsak, do'stlikni ichida u meni tushunadi. U menga ishonadi. Mana shunday tushuncha bor va erkak va ayol bu bosqichga chiqa olgan bo'lsa, ya'ni ayol eriga mana shunday hissiyotlarni bera olgan bo'lsa, ya'ni ayolim meni tushunadi yoki mana shu sevgan qizim meni tushunadi, menga ishonadi deyotgan bo'lsa, demak siz u inson uchun unutilmas darajaga kelasiz, ya'ni voz kechilmas ayolga aylanasiz. 5-chi qonunimiz bor. 5-chi qonun bu maqtash. Endi tasavvur qiling. Biz o'ylaymizki, go'yo nimaga maqtash kerak? Erkak kishini shunday tushunib, bilib qilsa bo'lmaydimi deb o'ylab qolishimiz mumkin. Yo'q, erkak kishi uchun maqtash juda ham muhim. Erkak kishi uyga ro'zg'or qilib keladi yoki sizga arzimagan bitta dona gul ko'tarib kelishi mumkin yoki arzimagan bir shokolad ko'tarib kelishi mumkin, lekin siz uni hayratlanarli darajada, voy shun, ya'ni sizni hissiyotingizni ko'rishni xohlaydi ular va ozgina qilgan harakatiga ham maqtov olishni xohlaydi va bu paytda maqtov olganda, ayolidan maqtov olganda u yana ham sizga ko'proq berishni boshlaydi va erkak uchun yana ham voz kechilmas ayolga aylanasiz. Chunki erkaklar ayoli maqtagan, ya'ni erkaklar xohlaydi ayolidan maqtov eshitishni va maqtov eshitganda bu ularga juda ham yoqadi. Bu ham munosabatlardagi eng muhim qonun qoida hisoblanadi. 6-chi bosqich bu physical contact, ya'ni teginish. Agar bu yerda meni kuzatayotgan insonlarda turmushga chiqqanlar bo'lsa, bu ular uchun, ya'ni turmushga chiqmaganlar bo'lsa, buni o'tkazib yuborishingiz ham mumkin. Ya'ni buni qilishingiz shart emas. Ya'ni qilishingiz kerak emas aslida. Teginish, ya'ni agar siz turmushga chiqqan bo'lsangiz, muhabbatlar, ya'ni muhabbatda, munosabatlar qonunida teginish ham muhim rol o'ynaydi. Siz uchun ham, erkak uchun ham. 7-inchisi bu erkinlik. Bu erkinlik. Biz o'ylaymizki, mana bu munosabatlarni birma-ketinlikdagi
qonun qoidalari. Biz o'ylaymizki, go'yoki sevish bu insonni xuddiki mana ayol borini berib olish kerak yoki erkak ham borini berib olish kerak. Yo'q, hech kimga borini berish kerak emas. Hamma, ya'ni erkak ham, ayol ham muvozanatda 50 ga 50 bir-birini qadrlashi va sevishi kerak bo'ladi. Hech qachon hech kim borini bera olmaydi bu dunyoda. Jonini, yuragimni sug'urib beraman, sen uchun jonimni beraman, yo'q. Bu dunyoda hamma men erkak bo'lib tug'ildim, misol uchun kimdir erkak bo'lib tug'ildimi, bo'ldi, erkak bo'lib u yashaydi. Qaysidir siz uni qaysidir sahifasida borsiz. Bu hayot sahifasida do'stlar sahifasi bor, yoki mana bu oila sahifasi bor, ish sahifasi bor va turmush sahifasi bor. Siz uni bitta sahifasidasiz. Uni boshqa ishlari ham bor. Ya'ni u sizga borini baxshida qilib yubora olmaydi. Siz ham xuddi shunday. Agar siz boringizni baxshida qilib oladigan bo'lsangiz, muhimligini oshirasiz. Ya'ni bu munosabatlardagi muvozanat qonunini buzasiz va bu yerda yana ham mana shu munosabatlardagi mana shu tutib turadigan arqonga zarar yetadi. Borgan sari u kichrayib borishni boshlaydi. Erkinlik o'zi qanday berilishi kerak? Erkinlik aslida go'zal narsa. Qachonki siz, ya'ni ayollar yo'qotishdan qo'rqmaganda, erkak kishi bu ayoldan keta olmaydi. Agar siz bu insonni juda ham sevib, yo'qotishdan qo'rqsangiz va u nima desa, aytganini qiladigan bo'lsangiz, siz unga zerikarli bo'lib qolasiz. Unga erkinlik bermasangiz, hadeb nazorat qilsangiz, uni erkak kishiga bu juda ham yoqmaydi. Chunki erkak kishi to'yib ketadi. Chunki u siz bilan 24/7 birga bo'la olmaydi. Tasavvur qiling, mana bu ayol. Ya'ni siz, bu esa erkak. Bu esa erkak. Siz alohidasiz, bu alohida shaxs. Sizlar 24/7 birga bo'la olmaysizlar hech qachon. Erkagingiz ham, agar sizga erkagingiz 24/7 yopish bo'lsa, ya'ni juftingiz 24/7 siz bilan bo'ladigan bo'lsa, siz undan zerikasiz. Men yonimda nima qiladi? Birinchi kun yoqadi, ikkinchi kun ham yoqadi, uchinchi kun ham yoqadi, keyin bir hafta o'tgandan keyin, 2 hafta o'tgandan keyin zerikishni boshlaysiz. Bu insonni, qarshingizdagi juftingizni qadrsizlantirishni boshlaysiz. Xuddi mana shunday. Shuning uchun hech qachon borini berib olish kerak emas. Ba'zan erkak dam olishi kerak. Siz va siz ham usiz dam olishingiz kerak ba'zan. Nega? Chunki bu munosabatlarda juda ham kuchli ishlaydi. Ya'ni biroz munosabatlarga dam bersangiz, dam olsangiz, u ham sizni sog'inadi, siz ham uni sog'inishingiz mumkin. Xuddi mana shunday munosabatlarga ba'zan erkinlik berish kerak. Mana shu darslikdan tushuntira olganlarim iloji boricha eng asosiylari mana shular. Siz tushunib oldingizki, mana shu munosabatlar qonuni, sevgi qonuni mana shunday ishlaydi. Erkaklar doim ularni hurmat qilishingizni, ularga ishonishingizni, ularni tushunishingizni xohlaydi va hurmatni juda ham xohlaydi. Mana shunday. Agar siz bu munosabatlardagi qonunlarni bajaradigan va qiladigan bo'lsangiz, munosabatlaringiz juda ham yaxshilanadi. Va aytib o'tamanki, mana shu 7 ta bir-biriga bog'liq, bular chambarchas bog'liq bir-biriga va bu yerdagi har bitta qonun juda ham muhim. Bitta qonun buzilsa, ikkinchisi ham buziladi. Ikkinchisi buzilsa, uchinchisiga ta'sir qiladi. Uchinchisi buzilsa, 4-qonunga ta'sir qiladi. Shuning uchun iloji boricha birinchisidan boshlang. Birinchisi bu fikr. Agar siz fikrlaringizda haqiqatdan ham juftingizdan faqat minus ko'rayotgan bo'lsangiz, bu minuslarni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Vazifa sizlar uchun mana shu umr yo'ldoshingizni minusini plyusga aylantirish. Siz o'ylaysiz, siz o'ylashingiz mumkin, mana 4 yil birga bo'lgansiz, umr yo'ldoshingiz bilan yoki juftingiz bilan 4 yildan beri birgasiz, 2 yildan beri birgasiz yoki 1 yildan beri birgasiz, farqi yo'q. Agar siz undan minus ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, munosabatlar orqaga ketishni boshlaydi. Go'yoki biz o'ylaymizki, bo'ldi. Unda faqat minus bor hozir. Yo'q, nega sizni baxtli kunlaringiz o'tmaganmi? Shu qarshingizdagi inson bilan, juftingiz bilan yo'q, baxtli kunlaringiz bo'lgan. Agar siz sanab chiqsangiz, baxtli kunlaringiz juda ham ko'p bo'lgan. Shunchaki biz baxtli kunni unutib, bitta diqqatimiz minusga ketdi. Endi diqqatni minusga qaratgandan keyin nima ko'payadi dedim? Minus vaziyatlar ko'payadi. Bizni o'zimiz minus vaziyatlarni ko'paytirib yuborganmiz. Shuning uchun o'ylab ko'ring. Qanchalik fikrlarimizdagi minuslarni plyusga aylantiring. Plyuslarni ko'ring. Sizga nima qilgan?
Misol uchun bir haftada bir yozganmi yoki bir haftada necha marta gaplashgansiz, sizga qancha e'tibor bergan, sizga yaxshi gapirganmi, sizga gul berganmi, arzimagan bir sovg'a berganmi? Baxtli kunlaringiz baribir bo'lgan, bo'lmagan emas. Agar baxtli kuningiz bo'lmaganda siz bu inson bilan birga bo'lmasdingiz. Har bitta munosabatning boshida albatta baxtli kunlari bo'ladi. Shuning uchun endi siz nima qilishingiz kerak? O'sha boshidagi baxtli kunga qaytish uchun siz plyuslarni ko'paytirishingiz kerak. Mana shu eng muhim vazifa. Chunki birinchisi buzilsa, munosabatlardagi qonunni boshqalarga ham chambarchas bog'liq va bu ta'sir qiladi. Agar siz ham haqiqatdan o'zgarishni xohlasangiz va mana shunday bilimlarni olishga qiziqsangiz, hayotingizni o'zgartirishni va hayotingizni mas'uliyatini o'z qo'lingizga olishni xohlasangiz, men Muhabbat bu men deb nomlangan kurs ishlab chiqqanman. Kursning nomi ham aytib turibdiki, Muhabbat bu men. Demakki, birinchi navbatda biz muhabbatni avval o'zimizga berishimiz kerak. Ya'ni biz o'zimizni o'rganib olsak, tashqaridagi olamni ham yaxshi tushunamiz. Ya'ni biz o'zimizni chuqur o'rgansak, qarshimizda turgan insonni ham hissiyotlarini chuqur o'rganamiz va ya'ni chuqur bilib olamiz. Chunki biz o'zimizni tushunganimizdan keyin qarshimizdagi insonni tushunamiz. Agar biz o'zimizni tushunmasak, o'zimizni qandayligimizni bilmasak, biz doim o'zimizni tanqid qilsak, o'zimizni ayblasak, o'zimizni doim birovlar bilan solishtirsak, biz atrofni xuddi shunday ko'ramiz va atrofdagilar ham bizni solishtiradi. Xuddi mana shunday. Agar siz o'zim haqman degan pardani ko'zingizdan olib tashlab, haqiqatga qarab, haqiqatga tik qarab, xatolaringizni tan olib o'zgarishni xohlasangiz, mana shu Muhabbat bu men nomli kursimga yoziling. Bu kursda siz erkak va ayol munosabatini ham o'rganasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan bilimlarni ham olasiz. Bu kurs kimga tegishli deb o'ylashingiz mumkin. Turmushga chiqqanlargami yoki chiqmaganlargami? Bu juda ham qiziq savol. Turmushga chiqqanlar bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Hozirgi munosabatlarda muammo bo'lsa, buni to'g'rilab oladi. Turmushga chiqmaganlar bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Turmushga chiqmaganlar chunki agar xato qilmaydi munosabatlarda. Yoki bo'lmasam hozirda turmushga chiqmagan, lekin jufti bor. Ya'ni sevgan insoni bor va sevgan insoni bilan munosabatlarda qiynalyapti. Ya'ni biz o'ylaymizki, go'yo o'zidan o'zi bu muammo yaxshi bo'lib qoladi. Bu muammo hech qachon yaxshi bo'lmaydi, qachonki siz uni muammoni hal qilmaguningizcha. Ya'ni muammoga yechim bermaguningizcha. Va bizda qachon muammo bo'ladi? Bu eng qiziq narsa. Bizda qachon muammo bo'ladi? Biz qachonki mana shu ilmni bilmaganimizda. Siz tasavvur qiling, ota-onangiz bilan munosabatingizda muammo bor. Demak, men ota-ona, ya'ni ota-onam va farzand o'rtasidagi munosabatlardagi ilmni bilmaganim uchun meni mana shu ota-onam bilan bo'lgan munosabatimda muammo chiqyapti. Xuddi mana shunday. Endi bu juftingizda. Demak, siz qarshingizdagi inson bilan munosabatlarda muammo chiqayotgan bo'lsa, demakki siz munosabatlarni, erkak-ayol munosabatini yaxshi bilmaysiz. Ya'ni bilmaganimiz uchun muammo yaralsa, demak, muammo yaratib keyin o'qiganimiz yaxshimi yoki muammoni yaratmasdan uni oldini olib, o'zimizni hayotimizni mas'uliyatini bo'ynimizga olib, yana ham biz mana shu munosabatlarimizni, hayotimizni go'zallashtirganimiz yaxshimi? Tanlov sizda va men sizni kursimga taklif qilaman. Agar siz ham o'zgarishni xohlasangiz, mana shu video tagidagi silka orqali Telegram kanalga o'ting.